Shogird hamma narsa deyishi mumkin o'zini aqli bilan. Lekin murabbiyning aqli boshqacha, ko'rishi boshqacha. Ba'zi ota-onalar 3 oyda bera olmagan tarbiyani berib qo'yasiz. Albatta. Bilagim kuchli bo'lgani bilan kallasi ishlamasligi mumkin. Ushlab ham ko'raman. Ota-onasini chaqiraman, ota-onasini qarayman. Taktik xatolik qiladi. O'shalarni shogirdlari chempion bo'lyapti. Sizni hatto so'zingizda ham zarb bor-da. U yerda shu narsani yutish uchun nima kerak bo'lsa qilish kerak bo'ldi. 20 million dollar qo'lga kiritgan. U 20 million emas, nima 100 milliondan ham ko'p turadi. Kimdir erishmagan bo'lsa, o'sha yo'ldan kimdir chiqib ketgan bo'ladi. Sportchining eng og'ir dushmani raqibi emas, uning o'zi deyishadi. Kallasini olamiz, sirali. U boshqalar uchun chempiondir, o'shaning uchun men uchun bir qop gung. Global O'zbek milliy qadriyatlarini unutmagan o'zbek xalqining keng qamrovli imkoniyatlarini targ'ib qiluvchi, nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham dovruq tarqatayotgan zamondoshlarimiz loyihasi. Assalomu alaykum azizlar. Va albatta bugungi ko'rsatuvimizning aziz mehmoni Do'stlik ordeni, Sog'lom avlod uchun ordeni, Shuhrat medali sohibi professor va siz bilgan, tanigan dunyo chempionlari Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'stmatov, Shahram G'iyosov, Isroil Madrimov, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Murodjon Ahmadaliyev va juda ko'plab boksyorlarning murabbiyi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan murabbiy To'lqin Qilichev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. To'lqin aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat sizdan. To'lqin aka, bugun dunyo bo'yicha O'zbekiston boks san'ati birinchi o'rinda. Va albatta bu siz murabbiylarning, sportchilarimizning katta mehnati turibdi buning orqasida. Lekin hozir dastavval o'zbek boks san'ati o'z-o'zidan paydo bo'lmadi. Uning tarixi bor, ildizi bor. Va bugungacha o'zbek boks san'ati qanday yo'llarni bosib o'tdi? Keling, ozgina shu haqida gapirib bersangiz. Mana shu Sovet ittifoqi davridan aytadigan bo'lsak, mana shu keyin mustaqillikka erishganimizdan keyingi bo'lgan jarayon, hozirga kelgan yangi O'zbekistonimizni dagi boks jarayoni bu boshqa sahifalar hisoblanadi, chunki o'sha 90-yillar shu qiyinchilik endi shu o'zligimizni, o'z o'rnimizni egallamoqchi bo'lgan paytdagi jarayonlar bu shu boksimizni boshlanishi edi. Keyinchalik o'rtasiga keldik. İlk ildizi Andijonga borib taqaladi, adashmasam. Endi ilk ildizi Andijonga borib taqaladi deb ayta olmayman. Nimaga? Lekin Andijon boksi shu mustaqillikdan keyingi eng asosiy qamrovni egallagan bokschilardan hisoblanardi. Lekin ilk ildizi bu o'zimizni mana shu sobiq ittifoqda Rufat Rizqiyevdan boshlab shu boshqa o'zimizni chempionlardan boshlangan hisoblanadi. Shu mana Vladimir Shin, undan keyin juda kuchli bokschilar chiqdi va yangi mustaqilligimizni erishganimizda asosan Andijon boks maktabi shu katta turtkiga ega bo'lib, shu boksimizni rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Hozir biz Bahodir Jalolovning xonadonlarida mehmondamiz. Taklif uchun rahmat. Bundan bir necha soat oldin siz Bahodir Jalolov nomidagi boks maktabida edingiz. Albatta. Qachon To'lqin Qilichev nomidagi boks maktabini yaratasiz? Niyatingiz bormi? Rejangiz bormi? Menda har doim niyat bor. Allohim ishqib bizni mutasaddilar qo'llab-quvvatlasa, albatta bu amalga oshiradi. Mana har bir boksdagi buyuk chempionlarning maktablari qurilyapti. Meni ham maktabim qurilishiga ishonaman. Inshaalloh shunday qilib, mana shu hozirgi zamonda har bir narsaga e'tibor berilyapti, har bir narsaga qo'llab-quvvatlanyapti. O'ylaymanki, To'lqin Qilichev maktabi ham bo'ladi. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Bahodir Jalolov har intervyularida sizni bot eslaydilar, tilga oladilar, ya'ni eng sevimli murabbiy sifatida. Va ular o'zi aslida futbolga qiziqar ekanlar yoshliklarida. Keyin boksga topshirgan ekanlar, lekin sendan chempion chiqmaydi deyishgan ekan. Va sizni oldingizga borganlarda siz aynan shogirdingiz Bahodir Jalolovni qaysi xislati uchun qabul qilgansiz? U Chirchiq Olimpiya zaxiralari kollejiga kelgan, o'zi futbolchi bo'lib kelgan. Keyinchalik boksga o'tkazganda men uni ko'rganimda u eng menga nima qilgan xislati bu uni danniy deydi. Mana O'zbekistonda o'zbekchasiga uning qomati, boksga kelajagi bor qomat
menga qiziqtirgan. Men o'ylaganman, chapaqayligi, bu kelajagi bor. Agar uni to'g'ri olib borilsa, Oldindan his qilgansiz. ha, agar to'g'ri tarbiyalansa, u albatta chempion bo'lishiga 100%, 100 emas 150% ishonganmiz. Nima demoqchiman? O'shaning uchun har bir trenerning, murabbiyning yaxshi, yomon murabbiyligi shundan nima qilinar ekan. Mana shu biz to'g'ri shuni tarbiyalaganmiz va to'g'ri nima qilganimiz uchun, chempion bo'lganligi uchun biz o'zimizni har doim mana shu ishimizni oqlaymiz-da. Murabbiylik ishimizni. Tushunarli. Bugun boks sohasidagi yigitlarimizni, sportchilarimizni eslaganda murabbiy sifatida hammaning ko'z oldiga birinchi siz gavdalanasiz, sizni eslashadi. Lekin sizni ham bolalikda, yoshlikda murabbiyingiz bo'lgan. Qanday iliq xotiralar bor. Keling mana shu murabbiyingiz haqida ozgina eslaymiz. Albatta men yoshligimda mana shu 2095-yil birinchi boksga borganimda, birinchi o'zi meni murabbiyim o'zimning amakim bo'lgan. Qilichov Komil. Shu uyda bizga mashg'ulot o'tkazardi. O'zi bilgan holda kitob o'qib, chunki o'zi murabbiy, boks murabbiyi ko'rmasdan o'zi shu darajalik qiziqib bizga kitob orqali o'rgatardi. Keyinchalik bizni mana shu boks tushib yurgan, boks nimasini maktabini ko'rgan murabbiyga topshirgan. O'shanda Husanjon Zoqov, Qahramon Karimov meni murabbiylarim Jizzaxda o'sha tahsil olib 2 yil keyin Jizzax Chirchiqqa berilganman. Chirchiqqa kelganman. O'sha Olimpiya zaxiralari kollejiga kirganimda shu Ilyas Rahimjanov, Stepan Belov, Mixail Mixailovich Romanchuk degan o'zimning murabbiylarim bor. Hozirgacha nima qilaman? Ular bilan yaxshiman. Hozirgacha bir-birimiz bilan hammasi sog' salomat, yaxshilar. Mana kelib ketyaptilar har doim ko'rishga. Xotiralar ko'p. Ularni eslasam men ko'nglim bo'sh odamman, to'g'risi. Bu narsalar meni juda bo'shatib yuboradi, nima qilib. Hozir aytyapsiz, kitob orqali deyapsiz-da. Demak, sportda, aynan boksda nazariya muhimmi yoki amaliyot? Amaliyot bilan nazariya har doim yonma-yon ketishi kerak hozirgi zamonda. Oldin kimlar aytardi, amaliyot qilinsa, metodika, nazariya kerak emas derdi. Lekin hozirga kelib tushundim. Mana shu darajada rivojlanib ketgan zamonda nazariya bilan amaliyotni yonma-yon olib bormasangiz siz o'ylagan natijangizga erishmaysiz. Yoshligingizda o'z murabbiyingizdan ololmagan, lekin hozir shogirdlaringizga berayotgan tarbiya nimalardan iborat? Men hozirgi kunga kelib ko'p o'sha paytdagi qilinmagan ishlarni analiz qilaman-da, bilaman. Qaysi to'g'ri, qaysi na, shu murabbiylikda shu paytda na to'g'ri bo'lgan ekan, shu payt to'g'ri bo'lgan ekan deb. O'sha narsani, o'sha o'zimdan o'tkazgan narsanim hozir qo'l keladi-da. Shogirdlarimga eng glavni men eng qattiq intizomni qo'yaman. Hech qachon o'zimizni uni nimasiga, uni bosimiga viloyat taslim bo'lmaslik. Shogirdni bosimiga taslim bo'lmaslik. Shogird hamma narsa deyishi mumkin o'zini aqli bilan. Lekin murabbiyning aqli boshqacha, ko'rishi boshqacha. Shuning uchun o'shani ushlayman. Shu narsa bizga katta qo'l kelgan va shogirdlarim shu nimada intizom tarafdan mana ko'rib turibsiz qanday natijalar ko'rsatgan. Tushunarli. Ringda soniyalar jang taqdirini hal qiladi va hayotda ham shundayda aslida. Soniyalar ba'zida baxtli bo'lishimizni ham yoki ayanchli holatlarda ham soniyalarda his qilamiz. Va buni siz o'tgan yili Olimpiadada mana shu soniyalarni his qilib ko'rdingiz, ya'ni sog'lig'ingiz bilan bog'liq. Albatta. To'g'rimi? Har bir soniyalar men uchun meni borligimni, yo'qligimni, taqdirimni hal qilib berdi. U Allohdanligini bilaman. O'sha soniyalar meni shu darajada men sizning oldingizda gapirib, mana shu intervyularni berishimni hal qilib bergan narsa hisoblanadi. Sportchining bilagi kuchli bo'lsa-yu, lekin ko'ngli bo'sh, rahmdil bo'lishi uning jangda, ringda yoki mashg'ulot chog'ida o'ziga o'zi qarama-qarshi bo'lishi mumkinmi? Qaysi vaziyatlarda unga pand beradi? Albatta u ko'plarni bilagim kuchli bo'lgani bilan kallasi ishlamasligi mumkin. Kimdir kallasi ishlash bilagim. Shuning uchun boya aytganimdek metodika bilan teoriya, o'sha amaliyot bilan nima yonma-yon bo'lishi kerak. Har birini o'z o'rta zolotoy seredinasi bo'lgani, o'rta bo'lgani
teng kuchligi bo'lgani yaxshiroq. Shuning uchun har bir narsani o'rtachasi bu tarafdan ham, u tarafdan ham o'rtasini olib borgan bokschi uzoqqa boradi. Aziz tomoshabinlar, bizda hozir ozgina shovqin bo'lishi mumkin, chunki pastda mehmonlarimiz o'tirishibdi. Shu mehmonlar haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz bo'ladi. Qayerdan kelishdi va kimlar keldi? Bular Qozog'iston terma jamoasi a'zolari. Mana shu Olimpiada, Jahon chempionatiga tushgan va tushayotgan bolalar bizga yig'inga kelgan. Birgalikda o'tkazayotgan yig'inimiz. Mana bugun oxirgi matchimiz rechamiz, oxirgi sparring janglarimiz bo'ldi va Bahodir shogirdimiz ularni uylariga mehmonlikka chaqirdi. Shu munosabat bilan shu yerda yig'ilib turibmiz. Tushunarli. Sportchining eng og'ir dushmani raqibi emas, uning o'zi deyshadi. Shu fikrga munosabatingiz qanday? To'g'ri aytiladi, chunki o'ziga qarshi munosabatni o'zi hal qiladi. Qay ma'noda? O'zi masalan agar shu raqibini yutish kerak bo'lsa, qanday yo'l bilan yutish to'g'ri bo'lsa, shu narsani qabul qiladi-da, shu narsa bilan yo'naladi. Agar qabul qilmasa, u yutqizadi. Shuning uchun o'ziga bog'liq. Shu o'ziga o'zi kurash deyilgani shu bo'ladi. Bahodir Jalolov bugun o'zbekning kuch-qudratining timsoli. Sportchilarni, mana Bahodir Jalolovni yoki boshqa sportchilarni reklamalarga tushishiga siz qanday baho berasiz? Reklamalar agar foydali bo'lsa o'ziga, boshqalarga va mana shu kelajak avlodga, qandaydir insoniyatga foydali bo'lsa, men har doim xursand bo'laman. Agar shu narsa reklamadan boshqalar aziyat cheksa, ya boshqalarga foydasi bo'lmasa, bu teskari tarafga nima qilsa, men unga qarshiman. Oldingizga haligacha yoshlar keladi, meni shogird qilib oling deb. Necha nafar bo'ldi hozir shogirdlaringiz? Juda ko'p, Juda ko'p. Va sizni oldingizga kelgan, shogird qilib oling degan yoshlarni ichidagi o'tni, motivatsiyani qanday sezasiz va rivojlantirasiz? Men ularni ko'rsam, masalan, ko'raman, men ushlab ham ko'raman. Ota-onasini chaqiraman, ota-onasini qarayman, bo'y-bastiga qarayman ota-onalarini. Har taraflama sinchiklab keyin analiz qilamanda shu boladan chempion bo'lish tezroqmi yo uzoqroqmi shu narsani bilib beraman. Allohim u narsani masalan bo'ladi, bo'lmaydi deb ayta olmayman. Chunki u men haqqim yo'q uni aytishga. Qanday tez bo'ladi, qanday kech bo'ladi, shu narsalarni o'shanga o'zimga yarasha analiz qilaman. Ringda to'g'ri tanlangan taktika jang taqdirini hal qiladi deyshadi. Lekin boks tili bilan aytganda ba'zida hayotda ham odamlar xato qiladi. Taktik xatolik qiladi. Shu haqida fikringiz? Endi har bir narsani mana kasal odamni to'g'ri diagnoz lecheniyaga olib keladi-da, tuzalishiga olib keladi. Ringda ham to'g'ri taktika qilingan bu g'alabaga olib keladi, любой случай. Shuning uchun agar o'sha taktikani qilayotgan paytda, chunki uni obratniy tarafi bor-da, endi boshqa taraf, u sopernik tarafi bor. U buzishga harakat qiladi. Agar u buzolsa, u yutadi. Bu to'g'ri o'sha taktikani oxirigacha olib borsa, bu yutadi. Hayot shunday-da, endi ring ham, boks ham shunday. Taktikani to'g'ri tanlab oxirigacha olib borgan u yutuqqa erishadi. Hayotda ham shunday. Odamlar ham shunday. Demak, boksga bog'liq hayot. Hammasi, конечно. To'g'ri. Siz uchun hayotingizda eng kuchli jang ringda bo'lganmi yoki hayotda? Qaysi jangni misol qila olasiz? Ya'ni voqealar. O'tgan yilgi o'zim bilan o'zim bo'lgan voqealar. Allohim menga qaytib berdi, shu Allohimni kuchi bilan yutib chiqdim mana shu. Men sizning oldingizda o'tiribman, gaplashib turibman. Shuni o'zi katta yutuq. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deyshadi. Hozirgi kunda bizning boks san'atimizda qanday kamchiliklar bor deb o'ylaysiz? Murabbiylar bolalarni, boshlang'ich bolalarni tayyorgarlikda ko'p xatoga yo'l qo'yapti. Chunki eng glavni bokschini chiqarishda bu kimni bokschisi chempion, mir olimpiya chempion, kimni bokschisi yulduz bo'lgan bo'lsa, bu boshlang'ich tarbiyani, boshlang'ich maktabni to'g'ri bergan bokschilar hisoblanadi. Boksda to'g'ri olgan bokschilar hisoblanadi o'sha tarbiyani. O'shalarni shogirdlari chempion bo'lyapti. Nima uchun? Hozir eng katta bizga problema shu boshlang'ich bolalarni noto'g'ri tarbiyalab, bolalarni shu noto'g'ri maktab berib qo'yishida. Keyin uni to'g'rilab bo'lmaydi. Mana ekilgan ko'chatni o'sgandan keyin to'g'rilash uchun uni sindirish kerak yoki chopib tashlash kerak. Qanday tarafga eksa, shu tarafga o'sadi.
Tushundingizmi nima aytganim? Tushundim. Shuning uchun boks ham shunday. Qanday chiroyli, to'g'ri maktab bersa shunday bo'lib ketadi. Qiyinshayib ketsa, uje foydasi yo'q. Gap shunda. Agar shu murabbiylarimiz to'g'ri e'tibor berib, maslahatlashib, har taraflama o'z ustida ishlab, mana men bilaman, boshqalar bilmaydi demasdan nima qilsa, harakat qilsa, juda ko'p chempionlar chiqadi. Bizda kuchli murabbiylar, sizga o'xshagan murabbiylar sanoqli. Bundan keyin murabbiylarni tayyorlashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Eng katta Murabbiylar avlodi qanday shakllanadi bundan keyin? biz shuni ustida ham ishlayapmiz, o'sha tarafda ham ko'p o'ylanyapman. Seminarlar o'tkazish kerak. Yig'ilishlar, seminarlar, har bir narsaga o'shalarga tushunchalar, shu kichkinalarga qanday metodika, обучение berish, mana o'sha programmalarga qanday dars berish, kattalarga qanday, yoshlarga qanday dars berish, kattalarga dars berish. Kattalarni darsini kichkinalarga berib qo'ymaslik, kichkinalarning darsini kattalarga berib qo'ymaslik. Chunki o'sha narsalarni tushuncha bilan tushuntirishimiz uchun seminarlar ko'proq o'tkazish. Shu narsalarni biz hozir ishlayapmiz shu to'g'risida, bu narsani qilyapmiz. O'ylaymanki, Xudo xolasa bizni har bir vatanimizning har bir nuqtasida aqlli, tajribali murabbiylar, tushunadigan murabbiylar ko'payadi. Qizlar boksi. Bizda har xil qarashlar bor. Bizda qizlar boksi qanday rivojlanyapti? Bo'lajak onalarning salomatligi nuqtai nazaridan qizlar boks bilan shug'ullanishi to'g'rimi? Shu zamonga qarab ketyapmiz. Zamonga chambarchas ketilyapti. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, qizlar sporti dunyoda rivojlanyapti. Biz ham shunga qarab o'zimiz baribir qizlar boksini, qizlar sportini rivojlantirishimiz shart. Chunki zamon joyida turgan joyi yo'q. U ham rivojlanyapti. Biz mana shu olimpiya qo'mitalari, xalqaro olimpiya qo'mitalari ko'ryaptiki, qizlar sportini ham rivojlantirishni. Endi biz shunga qarab qizlarimizga ham to'g'ri podxod qilib, boks sohasida aytadigan bo'lsak, shunga qarab boks qizlarini rivojlantiryapmiz. O'ylaymanki, men shuni qarab bildimki, O'zbekiston boks qizlari, qizlar boksi shu darajalik rivojlanib ketyaptiki, даже men o'zim shokka tushdim ko'rib yig'inda shu darajalik ko'p, men o'zim shokka tushdim. Shu darajalik rivojlanib ketgan. Endi nima demoqchiman? Qizlar boksi ko'rib turibsizlar, oxirgi paytda ko'rsatgan rezultat, o'ylaymanki, yaqin orada dunyoda O'zbekiston boksi qizlari dunyoda birinchi o'rin olishiga men uverenli ayta olaman. Shu darajaga rivojlanayotganini ko'z oldimda ko'rib turibman-da. Nima deymancha, qizlarda ham xohish ko'pligini. O'ylaymanki, mana boks 30 yoshgacha bo'lar, 35 yoshgacha bo'lar. Kimdir oila qurar, kimdir oila qurmaydi. Kimdir boksdan keyin oila quradi. U yerda ham nima demoqchiman? Hamma chempion bo'la olmaydi baribir. Kimdir harakat qilgan, shu 200 ta odamdan 10 kishi chempion bo'ladi. Qolgani baribir oila quradilar. 10 ta kishi chiroyli qilib o'zini boks karyerasini tugatib, nima qilib 30 yoshdan keyin oila qurib ketaveradi. O'ylaymanki, bir-biriga buni bir narsani bir-biriga taqqoslab, chiroyli qilib, tizim qilib, o'zi har bir inson o'zini taqdirini o'zi hal qilsa bo'ladi demoqchiman-da. Lekin ba'zi qizlar boksga qiziqishi mumkin, otalari ruxsat bermasligi mumkin. Ha, o'sha ota-onalarga nima deysiz? Ota-onalarga endi nima demoqchiman? Agar qizlarini maktabi, qizlarini iqtidori boksga juda yaxshi bo'lsa, ko'rib turadi-yu, shu chempion bo'la oladi. Ularga ruxsat berish kerak, chempion bo'lsin, o'zining rizqini olsin. Rizqini topib, keyin shu o'ylagan ota-onasini o'ylagan nimasi bilan oila qurib keta oladi. Uni imkon berish kerak, ixtirodan kesish kerak emas. Adashmasam, sizni ham qizlaringiz bor. Albatta. Agar dadajon, men bokschi bo'laman desa, Пожалуйста, bemalol. O'zingiz murabbiylik qilasiz. Albatta, o'zim yo'l ko'rsataman. Yaxshi. Intervyuingizda ko'rdim, boyning bolasi chempion bo'lmaydi degan ekansiz. Bunda aynan nimani nazarda tutgandingiz? Ehtimolga qarshi chempion bo'lmaydi. Chempion bo'lmaydi emas, foizi kam. Agar boyni bolasi chempion bo'lish uchun boyni o'zi buyuk chempion bo'lish kerak. O'sha shu nimada bunga aksent berib, shu nimada tarbiyalanadi chempion. Chempion o'zini bolasini xud puli ko'p bo'lsa ham, boy bo'lsa ham tarbiyalanadi, chunki o'zi boshdan o'tkazgan. Qolgan boylar uni bolasi chempion bo'lish qiyin. Chunki uni hamma narsasi yetarli. Unga
motivatsiya kam. Agar o'sha otasi chempion bo'lgan bo'lsa oldin, u ishlab tursa, o'zini chempionlik darajasida tarbiyalagan bo'lsa, u chempion bo'lishi mumkin. Hozir men sezyapman va yurtdoshlar ham sezayotgan bo'lishi mumkin. Sizni hatto so'zingizda ham zarb bor-da. Zarb bilan gapirasiz va ringda ham 60 soniya ichida shogirdlaringizga ba'zi ota-onalar 3 oyda bera olmagan tarbiyani berib qo'yasiz. Albatta. Tez gapirasiz. Shunday. Qisqa gapirasiz, aniq gapirasiz. Qanday ulgurasiz? U yoqda o'ylanishga vaqt yo'q. Vaqt yo'q. U yerda hozirgi birinchi qadam yutish kerak. Birinchi qadam bu manfaat, davlatning manfaati, bizni emas, o'zini ham. Davlat birinchi o'rinda, keyin o'ziga o'tadi, keyin murabbiyga o'tadi, oilasiga o'tadi. U yerda hammaning manfaati turibdi orqada. U yerda shu narsani yutish uchun nima kerak bo'lsa qilish kerak bo'ldi. O'shani o'zi ularga dars beradi, 1 yillik, 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik darsni. Boks haqida gapirilganda albatta Mike Taysonni eslamasdan iloji yo'q. Mike Tayson bir o'yinida g'alaba qozongan va 20 million dollar qo'lga kiritgan va jurnalist kelib unga savol bergan. Bu pul siz uchun ko'plik qilmaydimi? Va shunda Mike Tayson shunday javob bergan ekan. Siz hozir faqat jangni tomosha qilyapsiz xolos. Orqadagi bizni mehnatimizni, jarayonni ko'rmagansiz. Biz har bir ringga chiqishdan oldin jonimizni tikib chiqamiz. U hali ham oddiy qilib aytgan, jang tayyorgarlikni aytgan. Bunda qaraganda butun umrni aytsa bo'ladi. Butun umr shu darajaga kelishini o'zi u 20 million emas, nima, 100 milliondan ham ko'p turadi-da. Bizning sportchilarimiz katta yutuqlarga erishganda va davlat tomonidan yaxshi 10 minutlik bo'yni ko'radi ular. Xuddi shunday uy sovg'a qilganda yoki mashina sovg'a qilganda davlat budjetidan shunchaki pullar ketyapti deb aytishadi-da, lekin ular sportchining necha yillik mehnatini ko'rishmaydi. Shunday gap so'zlarni eshitganingizda biroz siqilasizmi? Albatta, albatta. Albatta endi uni tushunmaydigan insonlar, masalan, bu narsaga chuqur kirmagan insonlar davlat uchun bir konkretni bir ish qilmagan insonlargina shunday o'ylaydi. Lekin davlat uchun ish qilib, davlatdan olgan narsasini solishtirib, analiz qilgan insonlar bunday demaydi. Ular biladi. Buning orqasida qanday mehnat turgan. Hali amalga oshmagan, orzungizdagi eng katta loyihalar bormi? Bo'lsa ular qaysilar? Xudo xolasa birinchi navbatda vatanimiz uchun yana xizmat qilib, mana shu rekordlarni buzish. Lekin eng katta orzuyim mana shu professional boksda ham dunyoda O'zbekiston mana shu havaskorday Parij olimpiadasida joy qolmadi. O'zbeklar hamma yerni egallab qo'lga kiritdi deydigan shu professional boksda ham shunday darajaga yetish. Ba'zida mashhurlik insonning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Agar shogirdlaringiz ozgina kibrga yoki manmanlikka berilsa qanday jazo berasiz? Kallasini olamiz sirazi. Yoki o'yinlarga chiqarmaysiz? Yo'q, sirazi jo'ska. Joyiga solamiz, kallasiga solamiz qarsillatib. Qo'liga tushgan narsa bilan. U obsujdatsiya qilinmaydi. Keling, 100% deymiz. Hamma shogirdlaringiz ringga chiqdimi, g'alaba qozonadi va oltin medalni sizga olib beradi. Albatta, bunda sizni katta yutug'ingiz, mehnatingiz bor. O'shanda ham men uchun bir qop, boshqalar uchun chempiondir. O'shaning uchun men uchun bir qop gung. Bizning boksda albatta murabbiy mehnati, sportchining o'zining mehnati bor, lekin mana siz dunyo ko'rgan murabbiysiz. Boshqa davlatning boksi bilan bizning boks qanday farqlari bor? Bizniki disiplina, bizni o'zbekligimiz bor, bizni o'zligimiz bor, bizni urf-odatimiz bor. Biz o'shanga itoat qilamiz. Bizni o'sha itoatligimiz bizni chempionlikka olib boradi. Qolganlar u o'z bilganini qiladi. Bizda bunday deydi, ular qilaversin. Biz samimiy glавный shu o'zbekligimizni yo'qotmasligimiz, shu bizni intizomligimiz, bizni shu urf-odatimiz, kattani hurmat, kichkinani izzat, o'sha narsa bizni ushlab tursak, biz uzoq yuramiz. Boksni hech kim ola olmaydi bizdan. Agar biz shu narsani ushlasak, biz hech qachon bizni hech kim yuta olmaydi. Vaqtincha bitta ikkita yutib qolish uchun ora-orada, lekin большой счет hech qachon yuta olmaydi. Hammasi kopeyka qolgan. Demak, shogirdlaringizga mana shu qadriyatni singdirasiz. Albatta, albatta. Boksni tanlamoqchi bo'lgan yoshlarga, chempion bo'laman degan yoshlarga qanday top 5 maslahat bera olasiz? 5 maslahat emas, bitta maslahat beraman. Shu maqsad erishdilaringmi, shu yo'ldan o'ngga chapga ketmanglar. Bitta yo'lni olinglar, intizom bilan shu yo'lga boringlar. Kimdir erishmagan bo'lsa, o'sha yo'ldan kimdir chiqib ketgan bo'lgan bo'ladi. Oldindagi bolalar ham, yo orqadagi bolalar ham.
Sizlar uchun oldinda bo'lgan chempionlar ham, bo'lmagan chempionlar ham o'sha yo'ldan chiqib ketgani chempion bo'lmagan, chiqmagani chempion bo'lgan. Shuni bilsin, shuni anglasin ongi bilan. O'shaning uchun o'sha yo'lni tanladim, o'sha yo'ldan to'g'ri borsin-da, to'g'ri mehnat qilib oxirigacha borsin. Chapga o'ngga chiqib ketgan odam hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda intizomga kiradi. O'qish, o'sha kun tartibi kiradi. Har bir kun tartibi, bugungi kun tartibi oxirigacha olib borilgan kun tartibi bu intizom hisoblanadi. Keyin ertasi kun o'tadi. O'shaning uchun shuni oxirigacha olib borgan odam chempion bo'ladi. Bu 100% garanti. Vaqtingiz tig'iz, sizni mehmonlar kutishyapti va bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga tilaklaringiz. Hammaga tilaklarim, bolalaringizni sportga beringlar. Sportda kam bo'lmaydi. Chempion bo'ladi, chempion bo'lmasa ham tarbiya oladi, inson bo'ladi, bir-biriga hurmat, izzatni biladi, qiyinchilikni biladi, yaxshi yomonni biladi. Nima demoqchiman? Hayotda o'ziga yo'l topoladi. Shuning uchun hammalaringiz sportga farzandlaringizni beringlar, o'zlaringiz ham sport bilan shug'ullaninglar. Niyat qilinglarki, farzandlaringiz shu bergan narsalaringizda o'z yo'nalishida bayrog'imizni, birinchi navbatda O'zbekiston manfaati, O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini ko'tarsin. Sizlar faxrlanib yuradigan farzand bo'lish uchun ularga imkoniyat yaratib beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Loyihadagi ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bu global o'zbek loyihasi Yada Ildizi vatanda, dovrug'i jahonda. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va albatta izohlaringizni kutamiz. Omon bo'ling.